Assalomu alaykum qadrli savodashlar. Bugun bizningki 7-8 darsni o'tamiz. 7-8 dars bizningki burun o'tab bo'lgan darslar serish to'g'an chaqda, ya'ni 1-darsdan 6-darsgacha anondan keyin tavush bilimini o'tab bo'ldik-ku. Uning serish to'g'an chaqda 7-8 dars intayin muhim. Intayin muhim, shunga sal uzunroq bo'lib qolishi mumkin. Anondan keyin sizlarmi nihoyat jiq vaqt sarf qilib buni ko'msanglar bo'lmaydi. Intayin muhim darslardan birisi. Endi 7-darsga kelsak, what's your job? What's your job? Sizning xizmatingiz nima degan dars. 8-dars what's your job? Ya'ni buningki mashq darsi, Avval 7-darsning so'zliklarini ko'rib boqaylik. 7-darsning so'zliklari, Birinchi so'z. Nima ekan? Ya'ni bizning qo'shma so'zliq tavush ekan, a'ga i'ni qo'shilgan qo'shma so'zliq tavushni biz nima deb oldik? Ay deb oldik. Undan so'ng ay degan men degan ma'noni bildiradi ingliz tilida. Ikkinchi so'z qarsak, ikkinchi so'zning birinchi tavushi nima ekan? Ekan. Ya'ni og'izni yo'g'on, ochiladigan ekan. A'ga ni qo'shsak am, am. Am degan bo'lsam degan gap, bo'lsam degan gap. Hem keyingi so'zga qarasak, keyingi so'zning birinchi tavushi nima ekan? Birinchi tavushi a ekan. A'ga rni qo'shsak r, r degan gap bo'lsam. Ikkinchi masalan sen bo'lsang deymiz-ku. Anondan keyin bo'lsanglar bo'lsa deganimi ko'plik ishlatamiz. Masalan Uyg'ur tilida nima deymiz? Ular bo'lsa o'quvchi deymiz-ku. Shundaki bo'lsa. Bo'lsanglar, sizlar bo'lsanglar. Bo'lsam, ikkinchi shaxs ko'z oldimizga bir odam, shunaqa bo'lsam. Demakchi, bu yerdagi r degan gap bir ikkinchi shaxsga, ya'ni ko'z oldimizdagi shaxsimiz ikkinchi shaxs deymiz. Biz gap qilayotgan shaxsni. Bo'lsang degan ma'nosi va anondan keyin bo'lsangiz degan ma'nosi. Uyg'ur tilida bo'lsang, bo'lsangiz, bo'lsinlar deb qo'yamiz-ku, hammasi o'xshash. Bo'lsang degan ma'nosi va ikkinchisi birinchi ismlarga bo'lsa deganni ishlatgan chaqda mush rni ishlatamiz. Masalan, ular bo'lsa, they are, ular bo'lsa. Ya'ni r degan gap ikkinchi shaxs bilan birinchi ismlarningki keyin kelib bo'lsa yoki bo'lsang degan ma'noni bildiradi ekan. R. Keyingi so'zning birinchi tavushi nima ekan? Ekan. Nga a ni qo'shsak nay. Qo'shsak name, name. Name degan ism. Masalan, John, David, Paul, Peter, Andrew degandek, Mr. Chris degandek ismlarni ko'rsatdi. Odamning ismi yoki narsalarning ismi degan gap, name. Keyingi so'zning birinchi tavushi nima ekan? Vahga. Vahga diqqat qilinglar. Vahga ya'ni eg'iz o'tirg'i yig'ilib ikki yonga ochiladi, Vahning keyingisi nima ekan? Aga. Vahqani qo'shsak what. Qo'shsak what. What. Uyg'ur tilidagi v emas, diqqat qilinglar. What emas. What. Agar ma w ning ya'ni o'qilishini bilmasanglar, bizning tavush bo'ligiga qarasanglar bo'ladi. What. What degan gap nima degan gap. Nima degan gap. Ikkinchi ma'nosi qaysi degan ma'noni bildiradi. Bu ikki ma'nosi va what. Bu alohida so'roq so'zi. Anikin keyingi so'zning birinchi tavushi nima ekan? Ngani qo'shsak na. Anikin degan shga. Shqa ni qo'shsak sh. Nasha. Anikin nima ekan? Ngani qo'shsak na. Lga ni qo'shsak l. Tqa ni qo'shsak ti. Na l ti. Nationality. Nationality. Unda bo'lsa buni urg'u qaysiga ikkinchi ne degan? Unda bo'lsa nationality. Nationality. Yani demekçi beşini tüven alırsa kendini kötürüp alırsa yani ikinci en güçlü çıkıdı yani ne en güçlü çıkıdı? Nationality. Nationality. Yani devlet təvəlliki deyin gel. Keyingi sözün birinci tavuş neyim gel? Mani dep okuyduq, cih dep okuyduq. Cihqa anı qo'shsak job. Bahni qo'shsak job. Job. Job degan xizmat deyin gel. Xizmat. Job. Xizmat. Anondan keyin keyingi so'zning birinchi tavushi nima ekan? K ekan. Kqa i'ni qo'shsak ki. Bqa o'ni qo'shsak bo, rni qo'shsak bor, jahni qo'shsak board. Keyboard.
Diqqat qilinglar, buning urg'u 5'ida. Shunga 5'ni kuchli qilsa keyin chiqib ketadi. Keyboard. Keyboard. Keyboard degan gap kompyuter taxtasi. Kompyuter taxtasi. Ikkinchi so'zning birinchi davrishi nima ekan? A ekan. Ikkinchi davrishi nima ekan? P ekan. P-qa ni qo'shsak P. Ap. Ap. Keyin nima ekan? R ekan. R-ga ni qo'shsak ray. T-qa R ni qo'shsak ter. Operator. 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 Undan sonra anlam so'zligimiz qog'oz so'zga yo'q ekan, urg'u 5 ekan. Undan sonra nima bo'lganimiz? Operator. Operator. Ya'ni 5 kuchli chiqib ketgan, sal so'zildi ekan. Anan ekan, keyin chiqib ketdi ekan. Operator. Ya'ni mashg'ulotchi. Mashg'ulotchi yoki operator. Masalan, bizningki nima ishlagan chog'da, film ishlagan chog'da operator yoki mashg'ulotchi yoki telefonist deymiz, telefonist. Ya'ni demakchi burungi vaqtlarda masalan bir yerdan bir yerga telefon qilsanglar, telefon olindi, aniki palonchi yoki o'rtam palonchi nomerni olib birinsa telefonist olib birdi, shuni telefonist deymiz, operator. Ya'ni mashg'ulotchi, telefonist degan operator. Ammo o'qib boqaylik. Birinchi tovush nima ekan? A ekan. Yani tizelingan g'ishki tarafga ochilgan A ekan. A'ga ni qo'shsak an. A'ga nima ekan? J ekan. J'ga e ni qo'shsak J. Anje. N'ga e ni qo'shsak ne, r ni qo'shsak ner. Engineer. Undan sonra engineer. Undan sonra qaranglar, urg'u ne degan? Undan sonra anje deganni tuvan oldi ekanlar. Engineer. 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 Engineer degan tuvanilib nini kelgan ko'tarishlar. Engineer. Engineer. Engineer degan gap, injener degan gap, injener. Injener. Ya'ni Uyg'ur tilidagi injenerlarga o'xshash. Endi so'zliklarni boshdan bir o'qib olsak, I, men, am, bo'lsam, what, nima, nationality, davlat tavalligi, are, bo'lsam, bo'lsanglar, bo'lsa, name, isim, job, xizmat, board, keyboard, kompyuter taxtasi, operator, mashg'ulotchi, engineer, injener. I, am, are, name, what, nationality, job, keyboard, operator, engineer. I, am, what, nationality, are, name, job, keyboard, operator, engineer. Bu sözlüklerin o'qilishi. Endi 7-ci dərsin tekstə qarab baxaylı. Are you a teacher? Are you a teacher? Endi you nağanca you deb cümləsən buldu. Amerikalıqlar yeh deb aldı. Are you a teacher? Are you a teacher? Are you a teacher? Nəyət tezqədə are you a teacher? Siz bir oxutuqçu mu degan tekstken, Avval tekstinin tərcüməsini görəb baxaylı. Birincisi nim debdi? Birinci Robert degan bir so'zga Robert nim debdi? I am a new student. Men bo'lsam bir yangi o'quvchi. Buni bilasizlar? Ya'ni bepillar kelgan jumlaning tartibi Uyg'ur tilida o'xshashdi. Undan so'ng I am, men bo'lsam, bir new yangi student. Yangi o'quvchi, men bir yangi o'quvchi degan gap. My name is Robert. And the name is degan gapni qisqartirib names. My degan nima degan gapda? Mening. Name degancha ism. Mening ismim is bo'lsa Robert. Mening ismim bo'lsa Robert. Robert. Bu yerga mening ismim deganki ism narsa o'g'achqa, ya'ni is keldi. Nice to meet you. Sizlar tanishganimdan xo'shalman. Sophie deb bir qiz bolga Robert deb birsin debdi. I'm a new student. Men bo'lsam bir yangi o'quvchi. My name is Robert. Mening ismim Robert debdi. Aniki Sophie debdi. Nice to meet you. Tanishganimdan xo'shalman. My name is Sophie. Mening ismim bo'lsa Sophie. Nice to meet you bilib bo'ldik. My name is, mening ismim bo'lsa Sophie. Sophie. Aniki Robert debdi. Are you French? Biz bunu öğrenip oğan. Are you French? Aslında you are French. Siz bolsanız Fransızlık degan gapdi.
Endi ingliz tilidagi BPL bilan tuzilgan jumlalarga BPL ni oldiga chiqarsak nima bo'ldi? Savolga aylandi. Undan R ni oldiga chiqaribdi. Are you French? Are you French? Siz fransuzmi yoki fransiylikmi? Ya, fransiylikmi? Yes, I am. Men bo'lsam. Men o'tgan degandim, ya'ni yes, I am French. Ya, deb jumlaydi. Masalan, to'liq jumla nima? Yes, I am a French. Masalan, men bir fransiylik desa asl to'liq jumlada. Lekin u yoqda unda nima? Siz fransiyalikmi desa, deymiz-ku. Men shu. Men deymiz. Bu yerdagi ya'ni inglizlarda o'xshash, ya'ni qisqartuvda siz fransiyalikmi desa, men fransiyalik deb jumlaydi. Desam tugaydi-ku. Yes, I am. Ingliz tilida ifodalashi yes, I am. Are you French? Siz fransiyalikmi degan gapdi-ku. Tushunigini bo'lgan. Tu degan nima degan gapda? Mu degan ma'nosi bor. Jumlaning oxiriga kelib, jumla ichidagi simga muni qo'shib bersak, to'g'ri chiqadi. Undan so'ng are you French? Sizmi fransiyalikmi? Are you French? Sizmi fransiyalikmi? No, I'm not. No, yo'q. I am. Men bo'lsam. I ni baynim deb bilgandik, men deb bilgandik. Amchi bo'lsam. I am. Men bo'lsam. Not. Emas. Endi bu to'liq jumla nima bo'lsa? No, I am not a French. Ya'ni yo'q, men bo'lsam bir fransuz emas degan gapdi. Bu yerdagi fransuz degan gap qisqartiribdi, boy degan gap shu. No, I am not. Endi Amerika ingliz tilida I am deganni qisqartirib am. No, I'm not. I'm not desanglam bo'ldi. Am deb deyiladi. I'm desanglam bo'ldi. No, I'm not. I'm not desanglam bo'ldi. Yoki background inglizlik ketib qolgan chog'da I am ni qisqartirib am deb oldi. No, I'm not. No, I'm not. Yo'q, men fransuz emas deydi. Endi Sofin deb so'rabdi, what nationality are you? Siz qaysi davlat tavalligidan degan gap. What nationality are you? Xo'sh, unda bo'lsa bu bir boshqa ta'sirroq savol bo'lib qoldi shunaqa. Unda bo'lsa bu savolning kelish manbasi zodi nima? Bu ingliz tilida zodi qanday bo'lib what nationality are you degan gap, siz qaysi davlat tavalligidan, ya'ni qaysi davlatlik degan gap bo'lib qoladi. Men hozir ikkisini birlashtirib tushuntirman. What's your job bilan. I'm Italian. I'm yoki I'm desanglim bo'ldi, am desanglim bo'ldi. Amerikaliklar am deb chiqadi. I'm Italian. Italian degan gapni bo'lgan, men bo'lsam italiyalik. I'm Italian. Men bo'lsam italiyalik. Are you a teacher? Ma'ni bilasizlar. You are a teacher. Siz bo'lsangiz bir o'qituvchi. Are you a teacher? Siz bir o'qituvchimi degan gap. No, I'm not. Yo'q, men o'qituvchi emas. Yo'q, men emas deydi. What's your job? Sizning xizmatingiz nima? What's your job? Sizning xizmatingiz nima? Ya'ni what's your job? Nomasi sizning xizmatingiz nima degan gap. Men hozir tushuntirishga borib qanday bo'lib kelib qoldi bu what's your job nima uchun sizning xizmatingiz nima degan ma'noni beradi. I'm a keyboard operator. I'm a keyboard operator. Men bo'lsam bir kompyuter mashg'ulotchisi. What's your job? Sofiyim so'radi. Sizning xizmatingiz nima desmedi? I'm an engineer. I'm an engineer. Men bo'lsam bir injenerlik. Undan xo'sh, what's your job bilan what nationality are you degan bu ikkisi zodi qanday bo'lib o'zgarib kelib qolgan. Xo'sh, ingliz tilidagi oddiy so'roq jumla, alohida so'roq jumlani deyish to'g'ri keldi. Buni avval ingliz tilida, ingliz tilida ikki cho'ng so'roq jumla bor. Birinchisi oddiy so'roq jumla. Oddiy so'roq jumla deganimiz biz hozirgacha men sizlarga o'rgatdim, ya'ni 6 dars chiqib bo'ldi, sizlar o'zgartirishni bilasizlar hozircha shunaqa. Ya'ni jumla BPL kelgan chog'da BPL ni oldiga chiqarib yutibli yasagan jumla so'roq jumlani biz oddiy so'roq jumla deymiz. Masalan, masalan are you a teacher degan gap aslida you are a teacher. Siz bo'lsangiz bir o'qituvchi degan gapdir. Unda bo'lsa bu are degan nimada, ya'ni kesim fe'lda uyg'otildi. Kesdi gapni, ya'ni BPL deymiz. Are ni oldiga chiqarib olsak, bu savolga aylangan. Siz o'qituvchimi bo'lgan? Ya'ni demakchi buni biz ingliz tilida ekanmiz, oddiy so'roq jumla deymiz. Ya'ni BPL ni oldiga chiqarib chiqarib. Albatta bu yerda boshqa bir zamonlar bor. U zaman kelgan chog'da, u zamonniki so'roq jumlasini o'zgartirish, so'roq jumlasini o'zgartirish o'xshamaydi. Shu vaqtda kelgan chog'da so'zlayman.
Ama adetki B fiilinden kelgan cümlede biz B fiilinin aldığı çıkarıp etseklam sorak cümle aylanıp bunu biz İngiliz tilinde ekemiz adli sorak cümle deymiz. Endi alaydı sorak cümle degen nima? Alaydı sorak cümle. İki çoğun sorak cümle var. Birisi adli sorak cümle, ikincisi alaydı sorak cümle. Alaydı sorak cümle degenimiz eğer cümle içinde yani bir gapni so'ragan chig'ingda cümleni so'ragan savolinning ichida nima, qaysi, qandoq, nima uchun, qancha, qachon, qayerda degandek gaplar aralashgan bo'lsa, buni biz ingliz tilida alohida so'roq jumla deymiz. Yani bu sözde yani bunun baş kısmında alay sorak cümle deymiz. En bugünkü bu dersimizde bilip ötken bir alay sorak sözü var. Bu sözün nimde qaysi söz what. What degan gap yani nima, qaysi degan ikki xil ma'nosi var. Yani demek ki bu işte nima, qaysi, qandoq, nima uchun, qancha, qachon, qayerda degan gap bilan yani bu işte gaplar qo'shilib kelgan savol jumlani biz ingliz tilida alohida sorak jumla deb ataymiz. Hoş, unda bo'lsa alohida so'roq jumlani o'rganib bo'lsanglar,